Bugungi kunimizni ham boshladik, Xudo xohlasa. Mehnatdamiz, yovvoyi tabiatdamiz. Yong'oq ko'chatlarimiz kecha olib chiqib ketolmadik, ulgurmay qoldik. Mana Xudo xohlasa bugun yong'oq ko'chatlarimizni 280 metr uzunlikka yelkada tashiyapmiz. Ishchilarimiz, yordamchilarimiz ish chiqib qolibdi. O'zimizga qolib ketdi. Endi bu ko'chatni tayyorlash bitta mashaqqat, buni tayyorlab sotish bitta mashaqqat. Ana yo'llarimiz loy, transportimiz kirolmadi. Tuman. Shunaqa gaplar. Mehnatdamiz, mehnatlarga bitta lak bosib qo'yasizlar. Haqiqiy dehqonchilik shunaqa bo'ladi. Buni tayyorlash bitta mashaqqat, buni sotish bitta mashaqqat degandek. Ana yong'oq ko'chatlarimiz Xudo xolasa tayyorlab chiroyli qilyapmiz. Kelaverasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa ishonarlik yong'oq ko'chatlar va mevali ko'chatlar kerak bo'lsa, mevali ko'chatlarimizdan ham tayyorlab qo'yganmiz. 200 ming dona ertaga ko'chiramiz buni ham. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.